Voy, barchaga salom bolalar, mana ismim Kompot va mana videorolikimga xush kelibsizlar. Ko'rishingiz mumkin, mana sarpalayni odam kasal bo'lib qoldi, e'tibor bermaysizlar. Sababi endi nima desam bo'ladi, o'zi 1 oy oldin mana bu videoroligimda, ya'ni 1 oy oldin kasal bo'lib qolgandim. O'sha kasal bo'lgan videoimni ham bir chiqargandim YouTube'ga, esingizda bo'lsa. Agarda ko'rgan bo'lsanglar, mana yuqorida chiqib turibdi. Endi yana kasal bo'lib qoldim, bilmadim. Yana bunday tez nimaga kasal bo'lib qolganimni o'zim ham bilmayman. Endi ayrimlar aytayotgan bo'lsa kerak, "Ey, sen nimaga tez kasal bo'lasan? Sen shunchalik nozikmisan?" deydiganlar bo'lsa kerak. Men ham o'zim ham bilmadim. Balkim, tushunmadim. Shunaqa nima? Ha, kasal bo'lsa ko'rdingmi, har doim biza borku, bizani bizda ham dorilarimizni ichish kerak, tushunyapsanmi? Nimalar deyapsan? Qanaqa dori? Hozir to'xtada, bizaga o'zimizga chotki shifokorlar bor, ishonaver chotki. Yo'q. Sizlarni shifokorlarni bilaman. Men o'zimni doktorim bor. O'shani ko'rigiga yozilib qo'yganman. Hali borishim kerak o'shani ko'rigiga. Men dam olmoqchiman. Yo. Hozir men shunday doktorlarni chaqirib kelaman. Tushundingmi? Hozir sen mana shu yoqqa jimgina o'tirib tur, tushundingmi, Kapot? To'xta, kerak emas demoqchi edim. Obunachilar bular borku, tinchgina kasal bo'lgani ham qo'ymaydi-da. Вообще toza jonga tegdi bu qishloqqa ham. Mayli, nima qilar ekan? O'zicha doktor bo'lganmi ular yoki o'zicha nimadirlar qilaman deydimi? Mayli, bo'lmasa bir kompyuterimni o'zimni bir ikkita ishlarim bor edi, shu kompyuterda shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Xo'sh, yaxshi. Nima ham derdim obunachilar, shunday bitta kompyuterda ishlarini qilib olaylik, lekin juda ham odam charchatdi. Tushunmadim. Nimaga siz bunday hurmatli yosh kishi, nimaga siz bunday kompyuterda o'tiribsiz, kasal bo'lib turib? Qishloqlar axir bu sizlar-ku, tushunmadim. Biza qishloqqa emas biza. Biza doktor, tushundingmi? Mana bu oynachalar, qanaqadir maskachalar, ha? Oyna emas bu. Bu, svetku bu, svetcha bu. Svetchami, oynami nima farqi bor? Sizlar menga nima xohlaysizlar? Qarochi, mana hozir senga bitta ukolcha qilamiz, mana bu ukol. Qanaqa ukol bo'ldi bu yana? Bu sabzini suvi. Sabzini suvini qo'ysang maza bo'lib ketadi, chotki. Nima sabzini suvi? Aqling joyidamisan? Yo'q, men umuman bu ukolni olmayman. Yaxshi bo'lib ketasan, Cho'padi masaga, yaxshilikcha ko'rmaysanmi gapga? Sabzini suvi, kalalaringiz joyidamisizlar? Nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? O'zingizlardan nima edim? Doktorda yasab olgansizlar. Boringlar, ishlaringizni qilinglar. Menga vaqti gapirmanglar. Boringlar, davay. Chiqinglar, davay. Senga vaqti tushunmadim men. Hozir biz senga ko'rsatib qo'yamiz, biz zo'r qilib ukolchalar qilamiz, yaxshi bo'lib ketasan, kasal bo'lib qolgansan. Tushunmadim. Mana hozir sizlar mana bu tez yordam mashinasini qayerdan oldinglar? Topdingda. Yur, biz bolitsaga yur. O'zimizda bolitsa bor. Yur. Yo'q, boray, boshim og'riydi. To'xtanglar, hozir bo'lmasa narsam olib chiqay. Mana shu yerdan shunday qochib ketmasam, yo'q, qochib ketmayman, obunachilar. To'xtanglar, mana bu vaqtim ishi yo'q qo'yib, qochib ketsam baribir ushlab olishadi. Narsalarni yomonlaymi? Sizlar qanday kirdinglar ichkariga, tushunmadim. Chunki bizda sirli doktorlar yo'li bor. Sizlarni sirli yo'llaringizga mani tinchgina uxlagani qo'yasizlarmi? Uxlamoqchimisan? Mayli, agar uxlamoqchi bo'lsang. Xo'p, davay, chiqib ketaylar. Bir uxlab olmasam bo'lmaydi, bilasizlar-ku. Davay, chiqinglar, davay. Obunachilar bularni chiqarib yubordim. Vashsha charchadim-da baribir. Uxlamasam bo'lmaydi, obunachilar. Uzr, obunachilar sarpalimni odam mazasi bo'lmayapti, lekin e'tibor bermaysizlar. Yana aynangda bitta uxlamasam bo'lmaydi. Mayli, obunachilar bo'lmasa, bitta uxlab olib, keyin maza qilib namjon olganimdan keyin bitta doktorni ko'rgiga boramiz. Xo'sh, mana shunday qilib bitta yotib olamiz. Davay, normalniy obunachilar, lekin bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Obunachilar. Xo'sh, Kapot uxladi, yaxshi. Ana endi borku biza Kapotni olib ketamiz, tushundinglarmi? Nimaga mana bu eshigidan kirsak bo'lmaydi? Chunki u eshigi yopiq, tushundinglarmi? Eshigi yopiqligi uchun hozir mana shu yerdan hozir shunday mana bu devorchasini buzamiz-da. Mana shuni ichkariga olib ketamiz, tushundinglar? Mana shu o'zimizdan tez yordam mashinasiga. Xo'sh, mana shu yerni buzamiz. Tushundinglar? Sizlar tayyor turinglar. Hoppa, normal, ana kirib oldik, uxlashga qaranglar-da. Mana shu kasal-da, bu kasal, ishonmaysizlar kasalligiga. Xo'sh, ana endi mana shu kapotni ko'taringlar, davay, tezroq. Davay, nima qilib o'tiribsizlar, unaqa o'tirmanglar, davay, uyg'onib ketmasin. Tushunmadim. Qadaman men, tushunmadim. Qishloqlar, sizlar tinch qo'ymaysizlar-da, meni qayerdaman?
Tashlaning, hurmatli bemor. Siz bizani shifoxonadasiz. Shifoxona, bu shifoxona emas-ku bu yer. Bizani qishloqda, qarorchi bizani o'zimizni shifoxona. Yo, bu shifoxonaga umuman o'xshamayapti. Hozir bizda ukolcha olasiz, tushundingizmi? Mana bu ukolchada. Nima ukolchi? Yo, menga kerak emas unaqa. Kalalar joydamisizlarni? Nima nima xohlayapsiz bizdan? Meni tinch qo'yinglar, tushunmadim men sizlarga. Keyin mana bu yerda qaranglar. Qanaqadir tashlandiq yermi, yana o'rmondagi qanaqadir tashlandiq yerda sovuqligiga qaranglar. Kapot, mana buni tushundingmi? Buni yaratdim sen uchun. Damlama, zo'r damlama. Xo'p, mayli, ichaman, lekin faqat meni qo'yib yuborasizlar. Bo'ldi, dama iching. Xo'p, mayli. Ichib ko'rsam qo'yib yuborasizlar, tushundinglarmi? Hop, mayli, bitta ichib ko'ring-chi, qani yaxshi bo'lib kelsangiz qo'yib yuboramiz, tushundingizmi? Sizlar nima odam yaxshi bo'lib ketib bo'lmaydi-da. Mayli, farqi yo'q. Icho'ramiz obunachilar. Tushunmadim. Nima bu? Voy, nima bu? Voy, qochinglar. Sizlar nima? Voy, bu shu narsani, mana buni qaranglar, portlab ketganini. Kapot, nima qochib ketding? Nima bo'ldi? Qara nima bo'lganini ko'rdingmi? Adash boshqa damlama qilib yuboribman-da. Ko'rdinglarmi sizlar? Umuman qilolmaysizlar. Davololmaysizlar. Men ketdim. Yo, kirdi ichkariga. Sizlar nima hali ko'rsatib qo'yaman men sizlarga. Obunachilar, qaranglar, qanday qilib qochib ketsam bo'ladi? Qanday qilib ketsam bo'ladi, ey? Toza tinchlik qo'ymadida, bular tinch qilmadida meni borib. Xo'sh, qanday qilib qochsam bo'lar ekan bu yerdan? Qanday qilib qochib ketsam bo'ladi, bulardan qachon tinchlik topib ketsam bo'ladi, bulardan. Mana bu o'rmonga olib kelib, qanaqadir o'zicha nimadirlar qilyapti-da. Bular aqli ham joyida emas-da. Xo'p, sandiqlarda nimalar bor ekan? Xo'sh, kerakli narsalar bormi ekan, ha? Xo'sh. Obunachilar, mana bular. Mana bularni olib yuboraylik, kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, ana endi mana buni ham olamiz. Ajoyib. Ana endi mana bu yerdan qochib ketamiz. Juda ham zo'r. Yaxshi, bir dam olmasam bo'lmaydi. Toza charchadimda. Ana ularni damlamalarni. Ana endi qochish kerak bu yerdan. Mana bu kamalayni qaranglar, juda ham zo'r kamalay. Nimasi bo'ladi? O'zini ko'rsatib turibdi. Yaxshi bo'lmasa bir qochaylik-da, bir ulardan uzoqroqqa boraylik. Bori tinch qo'yishmas ekanda bular boru. Voy, tushib ketib qoldim. Tinch qo'yishmas ekanda bular boru toza jonga tegishdi. Mana bu yerga o'tolamiz-da. Ana endi xo'sh, qayerlarga? G'alati daraxt bor ekan mana bu yerda. Mayli, nima bo'lganda ham. Ana endi obunachilar, qayerda? Mana bu yerda qulasak bo'ladi menimcha. Davom olmasam bo'lmaydi. Qochinglar. Xo'sh, ana endi hop mana bu yerda edi 3-chi xona. Mana 3-chi xona ekan. Xo'sh, obunachilar, sizlardan nimasi bo'ladi? Dam olib, shunday, qarochi, keyin kelaverdim shaharga, boyagi chodirga dam olib, keyin dam bo'lib, anavga keldim, chunki ko'rigim bo'lib qolib. Janob doktor, men keluvdim. Janob doktor, yaxshimisiz? Men keluvdim. Qishloqqa. Tushunmadim, senmi yana jonga tegdingsan? Men qishloqqa emasman. Qishloqqa emas, oddiy odamman, igrok. Nima? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Hozir qishloqdasan, mana igrokka o'xshamaysan-ku sen. Bo'ldi, keling janob. Men o'sha igrokman. Qanday qilib davolamoqchisiz? Qanaqa anavlarimiz bor? Menga bo'ldi. Menga umuman davolanish umuman kerak emas. Bo'ldi, men ketdim. Toza jonga tegdinglar-da. To'xtang. Davolaning, davay tezroq davolamasangiz bo'lmaydi. To'xtang deyapman sizga. Hozir ushlab olsam lekin. Qochib ketdim, bor obunachilar. Juda ham qoladi bor вообще. Mendan nima xohlashadi bular? Toza bir tinchgina boya videorolikni boshida aytganimdek bir tinchgina dam olib ham bo'lmaydi-da bulandasidan. Qayerlarga bo'lsam ekan, qayerlarga ketib qoldim. Xo'sh, obunachilar, qaranglar, mana bu qishloqqa keldik, bor umuman bu shahardagi doktorlarga bora olmadim, chunki endi hamma yerda qishloq bo'layotgan undan ko'ra tinchgina mana buni yondirib yuboramiz, kerak emas. Ana endi bu tinchgina ish qilib qo'yishim yo'qmikan uyda? Yaxshi. Tinchgina o'zimni uyimda dam olmasam bo'lmaydi, boru. Xo'sh, tushunmadim. Kerak, hurmatli janob, qanday qilib xizmat qilaylik? Davolanmoqchimisiz? Qanday qilib meni uyimni bunday qilib tashladinglar, tushunmadim. Hurmatli, mijoz o'zingizni bosing. Mana sizga nima edi, sog'lom bo'lib ketasiz. Nima bu? Qanaqadir bodringmi? Bodring bu. Ketay oldimdan sanama. Bular nima bor? Qanaqadir damlamali bodring beryapti boru. Onamni voy bir. Bular bir toza bir sog' odamni ham kasal qiladigan qishloqda bular tinch qo'ymagan, qaranglar. Bular meni shahardagi doktorimni oldigacha borib, o'rnini egallab olibdi. Qanday tushunsa bo'ladi bu qishloqqa? Qishloqlarga. Meni uyimni ham qanaqadir
o'zi shifoxona qo'ygan. Вообще bilmadim. Endi tinchgina mana shu chodirimga 1-2 hafta bir dam olmasam bo'lmaydi obunachilar. Davom derdim obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr.